2025 yil 10 noyabr kuni Milliy TIV tomoshabinlari Sevimli Ovsinlar serialining 36 qismini tomosha qilishadi. Bu safar voqealar yanada keskinlashadi, oilaviy sirlar ochiladi va har bir obraz o'z hissiyotlari bilan sinovdan o'tadi. Serial voqealari bir hovlida yashayotgan ikki ovsin atrofida aylanadi. Ular orasidagi raqobat, rashk va mehr o'rtasidagi nozik chiziq serialni hayotiy va ta'sirchan qiladi. Yangi bo'limda har bir ovsin o'z muhabbati, or-nomusi va oilasi uchun kurashadi. An'analar bosimi, qarindoshlar fikri va yurakdagi alam ularning harakatlariga yangi ma'no beradi. Ovsinlar bu faqat oilaviy mojarolar haqida emas, balki insoniy kechinmalar, kechirim va sabr haqida hikoya. Har bir qism hayotiy saboq beradi, tomoshabinni o'ylantiradi va mehr bilan to'ladi. Shu sababli Milliy TIVdagi ushbu loyiha o'zbek seriallari orasida alohida o'rin egallab kelmoqda.